yaxshi haydalgan 12500 ga trekker sotuvga qo'yganmiz. Mashina 2023-yil kraskalari toza. Yurgan kilometr 68.000, qirilgan, ezilgan, ko'chgan, kraskasi ko'chgan, miyatina bo'lgan joylari yo'q. Mashina hamma yog'i but-butun tekis turibdi. Bunga Redline diski taqilgan, yaxshi balon taqilgan, ichiga yaxshi nakitka, yaxshi xarajatlar qilib qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, mashina oq rang 23-yil tekis mashina. Mashinaning salon holatlarini ko'rsatamiz. Bitta mana shu parokida ozgina ezilgan joyi bor ekan. Mashina zo'r. Mana paroka o'zini paroka emas, qo'yilgan parok. Buni olib tashlab, yechib tashlasa ham bo'ladi. Bitta mana shu bardorga ozgina tegan. O'zini paroka mana hech narsa qilmagan. Mashina juda yaxshi. Ko'rib turibsizlar, mana butun aylantirib ko'rsatib chiqamiz. $500 ga mana shu diskani taqishgan edi. Tanish o'zimizning okalar haydashgan. Mashinani holati mana juda zo'r. 12500 ga narxiga yaxshimi? Bilaman, mashina LS sal qimmatroq qo'ydik. Boshqa qo'ygan mashinamizga nisbatan bitta LS qo'ygan edik, qora rangini 11500 ga qo'ygan edik. Buni 12500 qo'ydik. Uni yili 22 edi. Va bunaqa diska taqilmagan edi. Bu mashinada ham miyatinalari bor edi uni. Buni miyatina yo'q, mashina tekis butun yili baland qildim. O'zingizlar fikringlarni aytib ketasizlar, narxiga yaxshimi yoki qancha qimmat? O'sha qimmat deb yozib olsanglar, 200 mi, 300 mi, ya'ni yozib ketinglar.